Soğuk salam hakkıdı. Eğer soğuk salam ibergende bana bırak, ısıklık doğrular bulur bana obdarrak. Fil, murç, zencebil, kalempur, dalcın, süt barışık, olma kaki, gülken samsak. Bundan aşırıp tefilse imkan amal, yürek üçün dertke işba, sarmay bilen bal. Göşt, korme, kent nabat, tokaç kaymak, kalmışları ten medarı, kuvvet her an. Bularni suraş gerçe, pekırga ticaretliktir, ama yaşanganda salametlikke kabaletliktir. Mehbus zulüm esri çaresiz miskillik, muzter muhtajlıkta erhal vakaletliktir. Encir kaki kişmiş meğiz istibadam, epsiz bular bu küllerde müşkülraktır. Eslep bana yadigar, yibiriş doğru gelse, çay darılları mening üçün obdaraktır. Bularni tepish ve elishmi düşvar emas. Jigdi güle kak yanak kurut digeller. Mundan artıkça menmi tilekkar emas. Davr demek. Yuha miraz baskınçılar bu vatanda şak şöbesiz uzun devran sürelmeydi. Karga kuzgun buzgunçılar bu çümende çangisini hergiz olar kuralmaydı. Ez vatan güzel çümen varisleri Türk evladı bunga karab turalmaydı. Yokuludu şun reziller bu vatandan andın kiyin kanımızını sürelmeydi. Bu reziller siyasi bek zeherlik, bizge tutkan çareler bek hatarlik. Şunun üçün zindandaki vicdan ehli buluş gerek ihtiyatcan bek zireklik. Emas bu hal teslim bulup baş koygallık, çare tedbir halaketten saklangallık. Aldığımızda ada kılır burcumuz köp. Şunun gıca hayatlıktır hem amallık. Hakkani küreş tizdin coşkullaydı, vicdani insanlarının dolkullaydı. Erkin azat mehtiyar hür yaşaş devri, çekip çakmak nurlar saçıp yalkullaydı. Ger vakitlik şor kelsimi pişanimiz, lekin gayet güzel âli nişanimiz. Meyli ötmüş ya kelgüsü tarihimiz, iftiharlık hem şereflik zor şanimiz. Tabiatının kanunudur. Tefsirat, özgermezden bir xil turmaz kainat. Devri demek özgürüşten ibaret, bir qilipda yaşamasqa işaret. Demek bizge kulluk ebed davam kılmaz. Mustabidler bizni daim başkuralmaz. Erkin azatlık kuyaşının nurlarını zulüm istibdad tumani bastıralmaz. İnsaniyet kanunudur. Erkin yaşaş, öz küçüğü birle işlep bir minnet aşaş. İnsanlarda ten baravarlık hukuki yürgüzülse herkes bulmaz uruş dalaş. Namert. Men üçün afet bulup düşmelliş namertçin toxtamay deşnam hakaretler kılıp müdbir kılın. Tuturgan şum kaski bir it daima kapışıp yürüp bizni çişleşke urungay bu zehar iflaslain. Ey azizi kılma perva asırgay tengrim seni. Kuturgan it yaşayalmastin yuqalgay pat yakın. Ey azizi sabr kıl namertlerden kıl nazar. Çün ularda bolmagay iman vicdandan eser. Yok bularının tabiidi de insaniyetin bir nişan. Hisleti paslik münafık, mutahemlik şumzeher. Kaski it bu özüce vicdan ehlige karşı kavap, çak dese haddidin eşip, çişleşke derhal indiler. Sen onlardan çet turgun tanışlıkını izlesen, ya ki tinçit başını yançıp turup zirur sever.
zulmet nur. Millet vatanni yuturduk han zotlarga o'tunduk, buyruqlariga o'tdik, rahmatlarini avutdik. Bir aile, cemaat der so'ziga bir qanot aylab, xushal itoat buyruqlarini yoritdik. Barliq hayot kurashsa, hurlik uchun tirishsa, armonlariga erishsa, biz aksini qo'llandik. Dunyoda barcha millat erkin yashashga himmat ko'rsatilsa, davomat qulluqdan xo'sh ko'rindik. Tehi ulug' akamiz deb hurmat qilib salom deb, norozilik harom deb shu yo'lda qayg'uritdik. Nasli bahar go'zal chaq gul g'unchilar bilan bog' yashnab ochilsa bir bog' jutliq bilan ushitdik. Shum naslikni ko'zlab, badbaxtlikni izlab, afsonalarni so'zlab, yolg'onni uydirdik. Bizdagi urf odat, tarixiy sha'nu shavkat, milliy sifat, fazilat, vijdonini ham quritdik. Türk nesli qonimizni, miras zimin sha'nimizni, maqsad nishonimizni yildizidan churitdik. İslamiyet sharafni, insoniyat tarafni, haqqoniyat harfni dildan uzib unutdik. Turdik yo'qashga boshlab, avlodimizni boshlab, o'z til yeziqni tashlab, ha irodacha o'qitdik. Maslak nishoni himmat, mardona sa'i, g'ayrat, kuch-quvvat, jasorat yolqinlarini sovutdik. Shumliq uchun tilakdosh bo'lmoq bilan egib bosh, xoh ayol qari yosh dumboqlarni so'qitdik. Turlik jaboni solsa, barligini tortib olsa, nashtar bo'lib qadalsa, xo'sh deb bosh qo'yitdik. Yolg'onlardan lap ursun, turli tuzaqni qursun, aldab silab. Uçursun, mag'rurlanib uchitdik. Oshnonimizni cheklab, har yog'imizni batlab, har ishda bizni yaklab, naqlsilar kunutdik. Hey desa, hamon xo'sh deb, rozilikni izlab, kutgandan ortiq ishlab, buyruqqa bo'ysundik. Farmon qilsa bir ishqa tayyor edik qilishqa. Aktiv nishon elishqa ortiqcha kuch qo'shdik. Barin kirish ekinga, ishlash chidab qiyinga. Rahat bo'lur. Keyinga dar bo'lsa ching tutdik. Izlab hamma amalni, qo'ymasdan ayolni, hatto mo'may chollarni dumbisida poq tushdik. Xonzodalardan har an qay xilda kelsa farmon, tapmoqqa chora darmon, topshirganini uyutdik. Farmonlarini talashib, oshqonlarini yalashib, josus bo'lib marishib, boshlarini qaydirdik. Bir-biringni ko'rlab surtib, qarini zo'rlab, mollaqlat qili xo'rlab, diginicha boshquritdik. Tuhmat bilan dumbalar izlab topib chatoqlar, qasddan qora bo'yoqlar tarixiga suritdik. Bar mulk mollarini, qo'ymay amallarini, yulib soqollarini so'rab, tepib uritdik. Bir-birimizga g'amni, har turli dard alamni, jabri, jafo, sitamni majburiy keltirdik. Ort bala, qazolar, ko'plab dardi balolar, salmoq bilan jafolar zindonga topshirdik. Vijdoni ahli himmat qilgan ekan nasihat, qarshi chiqib shu soat joyiga yetkazishdik. Tutqun bo'ladi shol an o'rni, bo'ladur zindon, zar qaqshitib qilib qon, jandinmi to'yg'izatdik. Millat vatan deganlar shu yo'lda ham yeganlar, shumliqni so'ymaganlar,
yat bizge deb tunuttuk. Kim bolsa sap musulman, kalbide bulup vicdan. Anda kişini şol an közüdün, kan akkızattık. Hedep küreşki tartip, zorlap günahını artıp, töhmet bilen kızartıp, mecburi bastırttık. Dehriyelikni hoşlap, düşmen peşini oşlap, izin nişanıga tuşlap, maymun bulup güçtük. Türlü xatar qiyinlar, iflas zehar sesiqlar. En şum yaman qılıqlar, işleşni qo'llanıptık. Azgancha yol tapalmay, o'ng solni ayrıyalmay, bir noktada turalmay, şaxtın şaqqa qunuttuk. İnsan bulup yaşalmay, erkin tamak aşalmay, aşnanğı bir tuyalmay, deşnamğa ming tuyuttuk. Bolsun akimiz aman deb, bu baxtlik zaman deb, biz ayrılış yaman deb, bek qayg'urib kuyuttuk. Kimning tüzükçe hali ger bolsa, münük mali, kengri yaşaş amali, tenglik kaldırattık. Dehriyerlerini danlap, permanlarını anlap, batıl bilen caranlap, hak yoluga köz yumuttuk. Emdi turup, avaylap, etrafımızını paylap. Azganımızını oylap, gam kaygıga düştük. Ahirde tövbe eylep, dergah hakkını izlep, rahim eyleşni közlep, haktan ümit kütüttük. Özüdün sorap hidayet, pezil kirem inayet, candil bilen nihayet, pezilige telmürüttük. Perverdigarım alem, kılganda idi yardem, öçken çırakni, şoldem çakmak çakıp yürüttüm. Eytur azizi ahim, cüş, urdiya ilahim, rahim eyle padişahim, küç kudretinge fıttuk. Dua. Ya Rab, Ya Kerim, Rahmanu Rahim, men mızderlendim bulup bitakat. Tanrım minifat, zindandın nicat eylep hür ayat, kılgıl inayet. Yok sendin bülek, men üçün yülek, mendeki tilek, el isticanet. Kılmana rahmet, afu mağfiret, eylep merhabet, fezli keramet. Amin ve amin, Rabbil alemin, kılgıl pat yakın, dua icabet. Aziz yetiler, hakkı yal verer, ahiri birer, hürlük inayet. Bicasen tacıl, murselin mehrul, alemin duru risalet. Azizi nida, Muhammeda, ya nuru huda sendin şabahat. Ey Tanrım igem, sendin yar edem, tileyman her dem, tövfik hidayet. Amin, amin. Rabbil alemin, kılgıl palt yakın, dua icabet. Bugün elhamdülillah alemin, salamet, hayri hal turdum. Xudanın rahmetige intizarlık birle olturdum. Xudanın gayridin, üzüdün ümit, arzuyum ne? Tamam, karibarım ne? Xudanın üzüge tapşırdım. En horluk, hergiz baş ekmez insan zorlukka, çıtap turalmaz vicdan horlukka. Zoravallarının devri vakitlik, ahiri yıkılıp yatar şorlukta. Uruş partlaydı baskıncılıkta, tinçlik bulmaydı buzgunçılıkta. Erkin azatlık hayat bulmasa, kurban buluş, yaxşırak kırgınçılıkta. İnsan üçün en horluk mahkumluk, erkin yaşaştın çeklik mahrumluk. Mahkumluk degen rezil hayatta, kulluqdan başka qilch lezzet yok. Emdi hiç millet qarab yatmaydı, kulluk derdini hergiz tartmaydı. Erkin azade baxtiyar yaşap, horluk layiga asli patmaydı. Ah urib zindan ara, yatqanligimdan qancha yil, qaydi başım, aqdi yaşım, tushdi ruhim, sundi dil. Ezilibdan siqilib can, qon qizib vicdan kuyib, g'am dard alam bilan bo'lib, faqir daim sijil. Himmatlik xotira. Haqiqiy do'st, sodiq gar, zahar sunsa, shakardab bil,
Agar düşman sana eylep şeker sunsa zahar deb bil. Ziyan yetkisi dostun payda deb bil ko'ngli tuz bo'lg'ach, shuningdek düşmanning gar payda yetkizsa zahar deb bil. Sebebkim her birinin sen üçün sırlık nişanı var. Ne işler bolsumu oylap nişanenge əsir deb bil. Saqlab qal. Azizi himmet eylep izzatu nefsini saqlab qal. Yüzünge dağı düşürmey şanlı tarixini aqlab qal. Hakaretlik, asaretlik vaqtlıqdır düşmüsün ruhin. Casaret, sa'i gayrette tilek armanını yaqlab qal. Tırışqanda nişanға erişkey ruhluq insan, yaşaşta erkin azat, bəxtiyar meydanını saqlab qal. Qitə. Uluq peyğəmbərim çəkkən cahanda ümmitim dəb ғəm, onun bir ümmiti zindanda yatqay milletim dəb həm. Azaretnin azabıda yürek bağrı tulub qanğa, yatar munda şifa tapmay, qaçan bu illetim dəb həm. Yatar mında şifa tapmay, qaçan bu milletim dəb həm. Qitə. Uluq peyğəmbərim çəkkən cahanda ümmitim dəb həm, onun bir ümmiti zindanda yatqay milletim dəb həm. Asaretnin azabıda yürek bağrı tulub qanğa, yatar mında şifa tapmay, qaçan bu illetim dəb həm. Şır bulup yolvasga mən yol vermedim, qancha yıllar mən azab tartib faqat təbrenmedim. Ger beşimdin ösümü eğir azab, cabru caba, çın turup məqsəd, yavğa hiç beşimni egmedim. Zulüm, istibdat, zorluk, şum niyet, baskıncılık, kişilik dünyasının gülzarıga buzgunçılık. Erken azad yaşamak insaniyetinin burcudur. Şum zəhərlikdir, bu yolga kim kılır tosqunçılık. Tuprağımni tazlaş, işqi bilen pervanemen, erkin azadlık küreş zevqi bilen dilbendimen. Vatanımdın rudupay, yuhu merezlerini sürüp, vatanni pak eylemek şevqi bilen xursandaman. Din ve millet deb, vatan deb qayg'urib, men bari-bar ko'zlarimdan qon to'kib shu yo'lda qaqshab zahrazar. Men kabi bechora dardman holiga rahim eyligil. Mustafa'nın hürmeti Tangrim ulug' Parvardigor. Men ishongan millatimdan ko'rmadim hech bir vabo. Boshimga keltirdilar dardu alam turli jafo. Sen üzüm asra meni Tangrim ulug' Parvardigor. Turli afat ve balolardan bihaq qil Mustafa. Mahbuslar tunushish. Qani qaydi, qachon, qayda qo'naq qushlar, qanot quyruqlari qirılgan qo'naq qushlar. Tülek üçün to'rga tushgan tarqaq qushlar, tilaklashib tunishayli tarmaq qushlar. Parçalar. Ümit arzu alı niyet, tilekka erişmek yolu bağlıqtır bilekka. Kim ki vicdan, himmet, sa'i, gayretini kullansa baş yetkey pelekka. Elem bilen gam solak kızından, devzakның devziki sıba kızından. Zahirge hemdem sura kızından, be'ayni cehennem siyah kızından. Feleknin gerdeşi her koyga saldı, dehşetlik zindallar koynuğa aldı. Rezil düşman hicaydı küldü, kadırdan dostlarım hasret kaldı. Sana bir tonni pişkandır, yaksı yanları yoktur. Sana bir gorni kazgandır, işki toniki yoktur. Yavlardan vaba kütmek hamakatlarının hiyalıdır. İttin süngek, müşktün bez tileş bunun misalıdır. Köktaplarının bırıqı, mahbuslarının uzuqı, biz qamalgan zindallar, tiriklarının dozuqı. İgem Ahmet emastur, ahaddur, İgem Mahsud emastur,
Mahatdir. Yoki egam Ahaddir, Ahmad emasdir, egam Mahatdir, Mas'ud emasdir. İki do'stim bor edi, hurmatga loyiq. Biri chiqdi munofiq, yana biri muvofiq. Ati kasbim yamoqchilik, ana kasbim sulamchilik. İsmim Hacı Yaqub'dur, turma hayoting chekimchilik. İnqilab, hey inqilab, hey inqilab, boshimizga balo bo'ldi. Bimehal inqilab. O'tgan hollar Xudo bizda bosh qo'yg'izdi, gomindanglar xo'jang bizda tik turg'izdi. Endi kelgan bu maraz gungchandanglar akang bizda canimizdan joq to'yg'izdi. Vatan va millatparvar İbrahim Mutining aytishicha 1933-yili va 34-yillari yuz bergan tungallar yengiligi haqida Abduz Maqsim 100 kuplet she'r yozgan. Bu she'rda tungallarning yurtimizni elib borgan vahshiy qirg'inchiliklarni izhor qilgan bo'lib, mazkur she'r shu zamonlardagi İligizit qatorliq matbualarda ham nashr qilingan. Afsuski bu she'r hozirgacha bizning qo'limizda bo'lmag'achqa yurtdoshlar bilan paylashish imkoniyatimiz yo'qdir. İbrahim Mutining esida qolishicha bu she'r ist musulmonlar, ajab qildi sizlarni tungallar, xarob etdi millatni ul ma'ralar, uringlar yo'qolsin bu xunxo'rlar, jahannamga doim sazoverdilar. Atishu, chopshu, talashtir ishi, o'tib bolshevikdan bular qilmishi. Asr zindan qadar azobi ko'p joyi jahannam. Qutqaz meni bundan ey Xudovandi karam. Bitti ezilib sabra qarorim ya Rab. Rahma ayla bu ahvolima. Rahmanur Rahim ya Rab. Eg'irlashdi qiyin ahvolim, tashlab meni qochdi amidu iqbolim. Ömrüm daim o'tarmi hasrat birla yoki echilarmi baxti istiqbolim. Ya Rab, hamon haqir insondirman, har qaysi zaman asr zindondadirman. Arman birla dunyodan o'tarmanmi deb g'am qayg'u ara hasrat armandadirman. Tangrim men garchi nedir günahkarman, zindani asr haqir jafokarman. Men muztarab jafoga sazovarman. Fazili kariminga bek umidvorman. Yılan bilan chayonmi o'z ixtiyoricha zahar chachmas, lekin bu nejislar zaharini imkon topsada chachar. Bu xunxo'rlar o'zicha kerilib haddidan to'la. Oshqach shunga qalbimda yovlarga g'azab, nafrat to'lib toshgan. Ras meningda burun millatchilik his o'rin olgan, uning o'rniga shu tapda xalqchilik hisi almashgan. Ishlaylik turk o'g'li buzmasdan turk qonimiz, mushu yo'lda pida jonimiz. Kimki ko'nglini sesiqchilikdan qandirar, iflos Xitoylar ruhlarini shodlandirar. Sesiqchilik hayotning jon olg'isidir, meynatchilik musulmonni aylandirar. Toza havo, saf muhit insoniyat shuari, paskinchilik insoniyatni chandirar. Yolg'onchilik, yaloqchilik, vijdonsizlik bu insonni haqqoniy yo'ldan yandirar. Davası adalettir, icrası rezalettir. Gavgası cehalettir, hizmette hıyanettir. Uğurluktur ötmişi, parxorluktur kılmışı. Adalettir cakası, cehalettir icrası. Bir kısım kişiler Abdülaziz Maqsim'den sordu. Taksir, SSSR ne demektir? Cevap. Sırık, siblis, sırkın ve rezillik demektir. Sual, zindan degen ne demektir? Cevap, tiriklerinin devziki demektir.
vatan ve milletperver İbrahim Ali'nin aytishicha 1979 yılı 10. ayının bir günü huzurimizga Abdulaziz Mahsum kirib keldi. Hammanglar xushallik bilan salom berib bo'lgandan keyin men Mahsum aka dam olyaptamlar deb so'rgan edim. Mahsum tezlikda so'rgan savolimga dam olyaptamdim yoki g'am olyaptamdim bilmayman deb javob berdi. 1950 yılı ba'zilar Abdulaziz Mahsumdan savol so'rab, "Taqsir, mushu hilimikir, yolg'onchilik yo zo'ravonlik qachon tugar?" deganda Mahsum bu savolga javoban Sovet yo'qolsa hilimikir yo'qoladi, Xitoy yo'qolsa nijosat yo'qoladi. German, Angliya va Amerika yo'qolsa sanoat yo'qoladi, İslamiyet yo'qolsa adolat yo'qoladi degan. 1979 yılı 8. ayda Ahmetcan Qasım'ның vafatının 30 yıllık münasebeti bilen Ürümçi'de elip verilgan bir yığılışta Abdulaziz Mahsum alayda teklif bilen katlaşıdı. Ve bu sorundaki kişilerinin Mahsum aka Ahmet Efendi'ye karta bir cümle bağışlama dep bergen bolsalar degan talebiga binaen Ahmetcan Qasimi inqilobning qahramoni. Şol nishonda qurban bo'lgan azizjoni Uyg'ur xalqiga atoqliq ulgu bo'lgach, o'chmas uning tarixdagi sharafshoni degan. Va bu marosimda yana Mahsum o'zining millat xitob yoki millatim degan she'ri asrini bir o'rindiqning ustiga chiqib, unlik o'qib, so'rindagi jamoatning hasratlik qalbini yana bir qatim cho'nqur hayajonga solgan. 1980 yılı Sattar Bulbul degan ziyoli Germaniyadan yurtni kurash uchun Urumchiga kelgan bo'lib, uni kutib olish yuzasidan o'tkazilgan ziyofatda Sohibxon Hoji Yoqub Yusufi ichimlikni dasturxonga qo'yib, o'ng'aysizlangan holda Mahsum aka chet eldan kelgan mehmonimizning hurmati yuzasidan oldinlarida satchilik qiladigan bo'lib qoldik. Eyibga buyurmagan bo'lsalar deganda Mahsum yo'qsa aranglarda buningdanmi cho'ngroq satchilikni tug'ib qo'yganlarmi o'ltiribdi. Ularning qilmishlariga qarshi solishtirganda buning qariyati chaqliqdir degan. Bu yerda so'rindagi Ablanaman qatorliq milliy munofiqlar ko'zda tutilgan. 1970 yılları Şinjan Üniversitedeki Tursun Efendi başlığındaki 3 kişilik bir hayat Xitoy hükümetinin buyrug'iga asasen Burhan Shahidi haqida ma'lumot egallamak uchun Urumchidan alayda vaqt ajratib Mahsumning qamalgan Tarim jazo lageriga berib Abdulaziz Mahsumdan biz siz orqali Burhanning masalasini bilmoqchi. Şunu onun to'g'risida biladiganlaringizni so'zlab bersangiz. Burhanni fosh qilish o'zingizga foydalidir albatta. Deganda Abdulaziz Mahsum Burhanga nima bo'pti? Uning nima masalasi bor ekan deb ularning savoliga savol bilan javob bergan. Ular Burhanning masalasi ag'ar bo'lib, u birinchi Germaniyaning ikkinchi Sovetning g'olchisi ve jassıdır deydi. Bularning bu javobiga qanoatlanmagan Mahsum ajablangan holda yuqoridagi ayblashinglar toza muvofiq bo'lmabdi. Agar uni ayblashga to'g'ri kelsa, uni oldi bilan Xitoyning, ondan keyin Urusning va Germanning g'olchisi va jassisi desanglar, ondan muvofiq bo'lgan bo'ladi deb javob bergan. Abdulaziz Mahsum Mamtumun Yusuf degan milliy munofiq to'g'riliq Mahsumdan ma'lumot elishga borgan so'roqchilarga Mamtumun degan maxluq Qashqarlik Yusuf hojim degan kishining qo'yib o'tgan xotinidan o'ynash orqali tug'ilgan bola bo'lib, otasining tayini bo'lmag'achqa
amansızlıktan neçe yıl ilgari qo'yib o'tgan Yusuf Hajimning ismini o'ziga familik qilib qo'llangan. Biz bundaq odamlarni haromdan bo'lgan deymiz. Sizlar kommunistlar undaqlarni nima deb ataysizlar? Men bilmayman deb javob bergan. Kunlarga ta'bir. Dushanba uchuq yo'ruq ayrish kuni. Seshanba qo'shiq yoshuq terish kuni. Chorshanba utuq qutluk turish kuni. Payshanba quyuq xo'shluq yarish kuni. Juma uluq to'liq nurluq yurish kuni. Shanba buluq yo'lluq yurish kuni. Yakshanba tushuq sho'xluq kirish kuni. Başımdan o'tgan sarguzashtlar. Birinchi 1922-yili Hindistonda Angliyaning turmusi qamaldi. Ikkinchi 1925-yili Yang Zemin tarafidan 5 yil nazarband qilindi. Uchinchi 1934-yili Qashqarda Tungallar tarafidan 3 oy qamaldi. To'rtinchi 1935-yili 5-oyda Shinseyning chaqirig'i bilan 2 yil qamaldi. 5-ci 1939-yili 21 fevral, yani 7 yıl qamaldi. 6-cı 1944-yili 10 ayda bo'shab chiqdim. 7-ci 1945-yili aprelda Gomindang tarafidan 15 ay qamaldim. 8-ci 1945-yili 5 ayda bitim munosabati bilan turmadan bo'shandim. 9-cı 1952-yili 8 iyun Gongchandang tarafidan qamaldim. 10-cı 1957-yili 5 ayda vaqtliq bo'shandim. 1 may ve hayit günü idi. 11-ci 1958-yili 16 fevral yana qaytadan qamaldim ve 12-ci 21 yıldan keyin 1979-yili bahar ayida turmadan bo'shanib chiqdim. Vatan ve milletning ozodlik uchun barlig'ini beg'ishlab jami taxminan 50 yil, yani yarim asr turmada yatdim. Bana cho'ng dadamning ismini qo'ygan bo'lib, Abduzmaqsum, Abduqodir Damillam, Abduvaris Xalpam, Abdulaziz Tarvuz. Turmadan xat. Mekke Mükerreme, Medine Münevvere, Yanlıq anamga. Asaret zindanının qatma-qat qarangı kamerada qamalıb turgan mahbus oğlunuzdan köptün köp salam. Aldınqı növbət yazgan ketimnin zindanның qatma-qat qara darvozalaridan asallık bilen çıkıp qulunuzga aman esen tekkelligidan bekmi memnun buldum. İnşallah bu xitimmi Tangrimning iltifati bilan shundaq bir yo'l bilan tegib qolsa ajib emas. Anajon, kishi dunyoga ko'z ochgan ekan, uning aziz beshida o'lim va o'lmak bordir. U yosh, o'ttir yosh yoki yashangan bo'lsin, vatan xalqi uchun arzigidek birer ish qilib, andin o'lib ketsa, o'zimi baqqan ota-onasimi, andin u balasidan rozi bo'ladi. Siz menga analik mehri muhabbatingizni to'kib, baxtlik bo'lishimni tilagan holda asrab o'stirib qatorga qo'shgan edingiz. Janjigar o'g'lingizmi? Har bir inson balasi erishga tegishlik bo'lgan oila, maktab va jamiyat tarbiyalari bilan sistemalik tarbiyalanib, millatimizning yaramliq fikr egillariga aylangan edim. Cümleden vatanim ve milletim uchun o'tashga tegishlik xizmatlarning plan bosqichlarini ko'nglimga pukkan edim. Afsuski, yetilgan chog'larimda dushmanning qismoq ko'zlariga sig'madim. Shuning bilan mustamlikchisi bo'lmish Shinseyning ko'ziga
qadalmoqchi bo'lgan neyzi sifatida uning azobli qorong'i zindoni makonim bo'lib qoldi. Buning bilan Shingseydan iborat bu qabiy qonunsiz hukmron mana amaliy qo'l harakatimdan o'tmagan siyosiy xarakterlik so'z harakatlarni majburiy jinoiy qilib ortib meni qorong'u zindonlarga qamadi. Uning razil maqsadi mendek ulug' ananing vujudidan turalgan ulug' millatning bir jasur farzandining issiq qanini ichib bu bepoyon qadimiy yurtni mangulik ishkenchisiga olmoqchi edi. Hozir o'g'lingizning burniga ajal purqi kelib turmoqda. Sharq Turkiston xalqining sog'lom beshiga uzluksiz kelayotgan to'limi chekidan eshayotgan bu musabbitlik qismat dunyoning har qanday qorong'i tarixlarida ko'rilmagan. Shingseydan iborat bu jallodning qaram taqdiri zavalliq yuzlangan siri texmo asabiylashib bizlarga nisbatan bargan siri qonxo'rlashmoqda. Endi uning qansirab ketgan qora qo'lidagi qora miltiq o'g'limiz kabi millatparvar ziyolilariga, vijdoniy pok azimatlik o'g'il qizlariga, nupuzluq yurt zotlariga va yurt mo'tibarlariga tanlanmoqda. Lekin o'g'lingiz bulardan asla tingirqab qolmadi. Shingseydan iborat Xitoy hokimiyatining har xil hiyla, nayron qatorliq oldamchiliklaridan tortib hatto uning qiynash, azoblashchi bo'lgan barliq qo'rqitish va boshqa razil usullarini hammasini degidek o'zimning sog'lom beshimdan va o'tkir ko'z oldimdan o'tkazdim. Mustabbit kuchlar o'zining bilimlik ziyoli düşmanlarini yo'qotishda har qanday razil usullardanmi yerkinmaydi. Ular o'zining siyosiy ziyolilarimizni har bir qatimda yuzlab Sharq Turkiston bo'yicha hisoblaganda minglab va necha minglab yo'qotib keldi. Vatan millat yo'lida aziz jonlarini fido qilgan bu ziyolilarimiz o'z millatining huquq da'vogarlari edi. Millatning qayg'isini, g'amini qiladigan millat uchun ejinadigan millat manfaati degan joyda janini fido qilishga hozir turgan millatining ishqida parvonadek yongan ziyolilar millatning angliq tartmanlari bo'lib, ularning birdan bir talabi qo'ldan ketayotgan barobarlik va hurlik, shundaqla bag'imsizlik huquqini qo'lga keltirishdan iborat edi. Xitoydagi mustabbit hukmronlarning odatlangan atalmish siyosati bo'lmish iqror qilsang kengchilikka erishsan, agar iqror qilmasang jazolanasan degandek oldash usuli menga nisbatan uzundan beri davomlashib kelayotgan tunishliq tuzaqdir. Bu tuzaq 60 yildan beri davomlashib kelmoqda. Madamki bu tuzaqqa dasiganlar hamon beshini tuzaqqa dasimiganlar bo'lsa, menga o'xshash har holda eshini yeb keldi. Afsusnarligi shuki, millatimizning yaqinqi zamon fojialik tarixidan bu xil qo'rqinchli faktlarni behisob holatda uchirtib turibamiz emasmi? Aldash bilan xo'rlash va dahshatli qiynash o'zaro birlashtirilgan bo'lib, inson qalbidan chiqqan bu qabiy usul halimi davomlashmoqda. Suyimlik ana, o'g'limizning ushbu salomnomada izhor qilgan hozirgi eg'ir kunidan uning vaziyatidagi xatarni tunib yetgansiz balkim. Bu xil andishilik g'amlarni yezib, analiq ko'nglingizni yanami ezgim yo'q.
Lekin reallikdan o'zimizni qochirishga hech amalim yo'qdir. Biroq o'g'lingiz atrofliq tarbiyalanish jarayonida bo'lsin, zindoniy hayotdagi tavlanishda bo'lsin, ajoyib angsizim tuyg'usi bilan echilgan ko'zimni yumg'ichi bo'lgan o'tkinchi bu dunyoda do'st bilan dushmanni, yaxshi bilan yomonni, rost bilan yolg'onni, go'zallik bilan razillikni, baxt bilan baxtsizlikni, hurlik bilan qullikni, chinlik bilan saxtalikni, yorug'lik bilan qorong'ilikni, hodisa bilan mohiyatni aniq ayirib keldim. Ya'ni haqni qo'llab, nahaqni so'kib keldim. Bo'libmi Xitoy bosqinchilari tarafidan elib berilmoqda bo'lgan xo'rliq va har shakldagi zo'rliqlarga butun vujudim bilan qarshi turib, o'zimizning tortib olingan milliy huquqimizni qonuniy haqdor sifatida talab qilib keldim. Mening qat'iy irodam va o'zgarmas meydanim shuki, har zaman, har makondagi maqsadim vatan millatning hurligi, barobarligi va ozodlik uchun har qanday joyda kurash qilish, haqiqatni so'zlash, hatto bu yo'lda hech narsaga qaramay o'zimning issiq qonimni taqdim qilish bo'lib, buningga o'zimning o'chmas tarixiy jarayonim shohiddir. Chunki mening donishmand otam, muhtaram ustozlarim menga shunday ulug' aqida, g'olibona iroda va yolqinliq mehri ruh berishdigan. Alhamdulillah, otam boshliq ustozlarimning bu yuksak haqqoniy talablarini, umid orzularini hozirgacha yerda qo'ymadim. Ularni bejonidil aqlashga tirishdim. Bugungi kunda har xil nomdagi Xitoy hukmronlari tarafidan elib berilgan har bir so'roq va ayblashlarda ular tarafidan qonuniy ravishda millatchi, turanchi, Sharq Turkistonchi, mustaqilchi yoki bo'lginchi degandek sharaflik invollarga musharraf bo'lib, alhamdulillah shukr dedim. Buningdan o'zimni to'liq sharafli his qildim. Chunki bundaq oliy sifat va unvonlarga erishish oson emas bo'lib, hamma kishiga nasib bo'lmaydi. Janob Allohning nomi bilan aytamanki, ulug' ustozlar va yurt xalqining umid orzusi qalbimda yolqinlab, yurtimning kelgusini ko'z oldimda nurlantirmoqda. Hozirgi birdan-bir yo'l shuki, ya haqiqiy chin insonlardek mardona yashash, haq adolat yo'lida jonimizni fido qilib, el yurt qurbonlariga aylanish yoki bo'lmasa Xitoydan iborat hiligar va qabiy dushman oldida qullarcha bosh egib milliy va insoniy or-nomusni yo'qotish. Jenim ana, o'g'lingiz ushbu ikki yo'lning birinchisini tanladim. Sabab adolatsizlikka qarshi turib, tortib olingan haq va huquqlarimizni kurash orqali qo'limizga ilish. Vatan millatning har bir vijdonli o'g'il qizlarining sharaflik va iftixorlik burchi. Shundaqla bosh tortib bo'lmaydigan o'tashga tegishli ulug' vazifasidir. Ammo hozirgidek yomon vaziyat bu xil sharaflik vazifani ado qilish bas mushkul bo'lib oson emasdir. Shunga bu yo'lda menga o'xshash qancha minglagan yurt farzandlari qorong'i zindonning asiri bo'lishqa, ozodlik, hurlik yo'lida qurbon bo'lishqa to'g'rilanmoqda. Mayli vaziyat qanchalik og'ir bo'lsin, palak chaqi qanchalik ta'tir cho'g'lasin, ozodlik va erkinlik yo'lidagi haqqoniy kurashni bir daqiqa ham to'xtatishga bo'lmaydi. Chunki qul millat bo'lib qolishdak or-nomusni faqat kurash yo'li bilan yo'qotib, yorug'lik chiqqili va o'zimizga o'zimiz hokim bo'lg'ili bo'ladi. Aksincha bo'lganda yotlarning minadigan
qo'sh bilan so'ramga soladigan eshigi bo'lib kelish xavfiyatimiz bor, albatta. Ammo bunda oqibatga kelishdan Tangrim saqlag'ay. Lekin oldin o'zimiz sabab. Tadbir amal qo'llanmasdan ujma pish og'zimga tushdi. Talabimizni Tangriga ortib qo'ysak, Tangrimizmi amalsizdir. Chunki yaratish Allohdan bo'lib, qandaq yaranish o'zimizdandir. Kishi dunyoga ezilish, siqilish va namratlik, qaqshaqlik ilkida yashash uchun kelmagan, balki erkin azod, bayashat yashash uchun keldi. Har bir inson o'z baxti va erkinligining egasidir. O'z baxti va erkidan mahrum qolgan inson amaliyotda quldir. Vadiriha o'zimizdan qancha has tuvan, nadan, o'lik, ochko'z, qalaq, hayosiz, insofsiz, imonsiz, paskina, keselman. Ömrida birar qitim tuyulmagan bir naahli kelgundining quli bo'lib qilish bir xil shakli o'zgargan qulluq jamiyatini boshdan ko'chirishdir. Bizning gullanish, taraqqiy qilish, mavjud bo'lib turishdan iborat pak tariximiz bu xil qulluq vaziyatga, xo'rliq, haqoratga hargiz yo'l qo'ymaydi. Balki bu xil ta'tir vaziyatdan qandaqlik yo'l bilan bo'lmasin, oxirgi hisobda uni yer bilan yakson qilib, milliy hurligimizni yaratishga tirishidi va bu nishonga qarab yo'l oladi. Bu yerda shuni qayta ta'kidlamoqchimanki, biz mushundaq badbashira, yuhmiraz yurtlarning biqindisi bo'lib, zulm, sitam, dard, alam tortqili bu dunyoga kelmagan edik. Balki o'zimizning ajdodi bo'lgan miros zaminimizda o'zimiz ega bo'lgan asosda insonlarcha yashashga kelgan edik. Mana bu bizdek asaret zanjirida alam hasret chekib yurak bag'ri xun bo'lib kelayotgan baxtsiz millatning oxirgi tanlashidir. Shunday ekan, bizning arsalan yangilik ulug' xalqimiz hargizmi bu besham, mutham va badniyat Rudupay yalmavuz Xitoylarning ko'rimsiz yirkinishlik turqiga qarab qullarcha yashashga kelgan va ko'ndirilgan hayvonlardan emasdir. Aksincha o'z taqdirimiz, o'z erkinligimiz va o'z mustaqilligimizni o'z qo'limizda tutib, hur yashash nishonidan hech qachon voz kechmaydigan bo'ri yangilik tirik bir millatdir. Mehribon ana, texi bu tuhmat va yolg'on yavdaq jinoiy faktları oldida bu qonxo'r vahshiylardan bu so'rab, tövbe qilib tekshirish yozg'idakmishman. Ondan ular ifodamga qarab zindondan ozod qilarmish. Bo'lmasa zindonda kun ko'rmay chirib o'larmishman. Qandaq bo'lishimdan qat'iy nazar, alvasti dushmanlarga aldanmasdan, iroda nishonamdan adashmasdan, pak va sharaflik tariximni qarlamasdan, din va imonimni bulg'amasdan, o'z qarishimdan yanmasdan, maydonimdan qaytmagan holda sunmas g'ururim bilan tog'dek mazmut turmoqdimanki, hargizmi dushmanga taslim bo'lmayman. Zulm zindon ichida urib chekkan dard alam, kuchimga kuch, jonimga jon qo'shib turdi menga qalam. Qamab qo'yganda hatto yakki yegani qora uyga, kech kunduz menga bo'ldi qalamim eng yaqin mahram. Qiqib ishkimni zolim gundupaylar to'simi, hatto yeziverdim pisangsiz bo'lsimi, yo'q qanchalik o'ktam. Qalamimni men ko'chat qildim, ko'chatdan min ko'chat unda, zimiston qishdimi bo'ldi,
Sunuq ko'nglim bahar ko'klam. Japa tag'i besib turgandimi bu yo'lda bu boshimni? Manga rahat tuyulg'ay xalq uchun tatqan da japa jabram. Pakar bo'lgandimi jismim lekin ruhim bo'lib ustun. So'raqchi oldida ko'krak kerib turdi pulab gavdam. Bütün sot ustida mat bo'ldi sotchi nailoj qoldi. Haman tunjuq turib keldi mening qilgan fikr tanam. Raqiblar oldida bo'lg'ach gunohsiz naqs bu til. Haqiqat ham adolatni qilib keldi. Haman o'lcham. Uzarsa turma zindan muddatimi qanchalik katta? Tushirmas martabamni balki o'skay aslab darjam. Beşimni ming zulm tag'i besib turgan eg'ir kunda tukilmay qilchimi. Qaddim ko'zimdan chiqmadi hech nam. Lekin shundaqdimi g'amdan xalos bo'lmay minut ko'nglim emasman qayg'u hasratlar ichida qilch xotirjam. Balamni ya kalamni yoki o'z jonimni g'am qilmay chekarman. Hamma vaqt millat vatan ustida shirin g'am. Azaplandim uzun yillar shundu ben. Turmasi to'rtda u zolimni ketib ochdi yana turli jafo jabram. Ko'ribman so'ngra go'mindan azobini. Xabar mundaq uningdek necha hasrat o'tdi ko'ydim, suda aqdim ham. Ichib keldim hamisham sabrining do'risin doim. Muradim bo'lgacha hosil davomlashqay yana sabram. Uzun ömür ko'rolmas balki bu yolg'onchi go'mindan ufq bo'ylab suzilgay mamlakat miqyosida ko'kam. Yuragim o't bo'lib ko'nglimni go'yo bir tunur qildi. Raqibga qarshi jangga ushbu o't undar meni hardam. Saqal sochim qizil qonga bo'yalmay ko'z uchiq ketgay. Qarar zindan ichida, qara zindan ichida balki go'mindan bo'lsam ham chuqum bo'lg'ay mening kutgan muradim oqibat hosil. Palakka yangrag'ay o'rlikka yetganda mening kulkam. Muqaddas vatanim kulmay turib men qilch kulmasman. Kulurman balki ozodlik chiqqanda aziz o'lkam. Tilayman yordamni nasta'in deb bir xudodanla ashar oxiri amalga bu mening qilgan qasam ahdam. Qısilsamma agar zindan ichida balki men suvdan qilurmanki tiyammum hech beralmas kunda pay barham. Mubada mansuru hallojidek dar oldida tursam, tilim so'zlar minal haq deb lekin bo'lmas minat o'zram. Agar o'lsammi mardani ketarman go shahidana. Bulurman da shu chaq razi to'yi da o'ssa shu chaq nazram. Meni o'ltirmaguncha shum raqibning ko'ngli tinmaydi, lekin o'ltirsimi o'lmaydi-ku mutlaq mening g'oyam. Tenim yerda qilib ruhim chiqib ketgandimi arshiga, ilmning boshiga gar tushkun tushgay mening soyam. Zimistonning bahori laylining mu bir nihori bor. Kelur hem sabr qilsaq Ramazondan so'ngra het ayam. Umid tulparidan tushmay toparman taxti baxtimni. Bulur u chog'da oltindan mening bosqan butun poyam. Bugun yashsammi men butun yurak mungzarimni mahbi. Qiring'ay oqibat ilan mening shirin bayonnamam. Nasib bo'lmay mubada men muyassar bo'lmasam balki ko'rur u kunlarni axir mening nabram va ya chavram. Demak, shul vaqtga yetganda yetib qadrimga cho'nqirroq to'lurg'u xushpuroqlik gullolalarga xorazar qabram. Cho'qinmayman lekin benda turib men bendiga mutlaq bo'lur nabudu deb bir Allohga ruku sajdam. Umidni aldirab uzmay azizi chin subatliqda turar mavqa irodam har qachon taqdimmi mustahkam. Mehribon ana tiriklarning do'ziqi bo'lmish bu zindonda bunda xatlarni yezish
saqlash va qo'lingizga yetkazish oson emas. Mubada Xudoyim osonlik berib, xitim qo'lingizga tekkudek bo'lsa, shuni bilib qolgaysizki, sizmi o'z xalqingizning o'rlik yo'lida qurbon bo'lish oldidagi mahbus o'g'lingizning suyimlik va baxtlik onasisiz. İşençem kamilki bu xunxur nejislardan qutulib inson haq huquqlarimiz bilan bosh ko'tarib, qonga qon, jonga jon, molga mol elib, qilgan atganlarini o'z ko'ziga oshirib qaytirdigan, o'ziga oshirib qaytirdigan, o'zimizni bo'lsa esidan mangu chiqmagadek holatda tunutilgan kunlarimizga yetishga ancha uzoq qolmas kerak. Tangrim yaxshi kunlarga yetishga jazman nasib qilg'usidir. Albatta, u chaqlarda qisas yetkicha ilindi. Chunki qurbon bo'lganlar, zindonga tashlanganlar millatimizning ajoyib azimat jangchilari, fikr egillari va doiy sifat mo'tabarlari bo'lib, surqi bo'lmaydigan qushqash emasdir. Bugünü olsa ertesi kökleydigan külemezdir. Tarix bu so'roqni hamon qilmay qolmaydi. Dunyoda har qanday yomon ishlarning so'roqi va sudi bo'lmay qolmagandir. Suyimlik ana, o'g'lingiz bu salomnomani issiqqani va ochiq ko'z yashini siyoh qilib ezib chiqdi. Siz bu xitimni o'qiganda ko'zingizga yosh elib, men uchun Peyğan hasret çekisiz elbette. Lekin canım ana, meningcha bo'lganda hergiz yosh to'kma. Hasret çekip urmang, chunki biz yig'lagan sari dushmanlarimiz va ular yollagan yerlik yalaqchi milliy munofiqlar shuncha xo'sh bo'ladi. Shundaqken biz o't yurak, tog'dek irodaga, o'limdan qo'rqmas qaysar o'g'lingizning bo'lganligidan mamnun bo'lib shodlaning. Shundaq bo'lganda siz el yurt uchun, shundaqla men uchun inshaalloh uzun umr ko'ralaysiz. Ana, mendan xotirjam bo'ling va mendan rozi bo'ling. Garchi sizning xizmatingizda bo'lolmagan bo'lsammi, menga duo qiling. Alloh ati bilan ananing duosini ijobat qilguchidir. Alloh bandalariga bahmi, Allah bandalariga bekmi, Allah bandalariga bekmi, rahimdildir. Amin. Allahu Ekber. Can anam, men sizni aslab har zaman rengi ruhim sarg'ayib bo'ldi zaman. Men uchun xolis duo aylang hamon. Ahdi Allo bizni qilsin deb aman. Abadi bo'lmas yomonlik, beguman. Yaxshilikqa o'rilir qisman yaman. Her qiyinlikda yenilikdir tuaman, qayg'a hasrat oxiridir şadıman. Rahim eyler bizga Tangrim beguman. Shunda didar ko'rishamiz şadıman. Yaxshi ahvol ba'zilar bo'lgan yaman. Kunni doim turolmaydi tuman. Surilib ketgay bulutlar bir taman. Shunda ko'z ochqay haqiqiy bir zaman. Azizi, yani Abdulaziz Mahsum 1939 yılı 2. ayının 24. günü Ürümçi 2. turma zindanidan. İlave, yani izohat. Mazkur xat şu zamanlarda Urusdan kirgan titrat daftarining bir jup variqining oldi keyniga shu chaqlarda yurtimizda qo'llanayotgan arab yozig'ida ushshaq va sig'dab yozilgan bo'lib, buni shu chaqda Abdulaziz Mahsum bilan bir kamerda qamalgan Abdulmat Maqsud degan kishi turmadan elib chiqqan. Shundaqla bu kishi xatning til go'zallik bo'libmi, xatda izhor qilingan insonni cho'nqur hayajonga soladigan inqilobiy ruh ega mazmun va g'azallarga havis kelgan holda Mahsum va uning anasining ruxsati bilan bir nusxa ko'chirib olgan. Keyinchi bu xat jamiyatga chiqqandan keyin xabar tümür degan bir vatanparvar ziyoli orqali
Aziz Niyaz degan kishiga ma'lum bo'lgan. Aziz Niyaz ham din va fan bilimlarida yetishgan, vatanparvar ziyoli bo'lib, Abdulaziz Maqsumga buyuk ixlosi bo'lgan shoir bo'lg'achqa Abdulmut Maqsud bilan ko'rishib, xatni o'qib chiqqan va o'zimi bir nusxa ko'chirib olgan. Buning bilan garchi bu xatning qanchalagan nusxasi yana Xitoyning qo'liga tushib, musodara qilinib va ko'ydirilib yo'qotilgan bo'lsa-mu, lekin xuddi millionlarcha musulmon xalq tarafidan yod elinib, qalbdan iborat mustahkam amonlik ambrida saqlanib kelayotgan Allohning kalomi Qur'oni Karimni boshqalar qancha yo'qitimiz deb yo'qitolmagandek, yo'qitolmay hozirgacha Sharq Turkiston xalqining og'zida dastan bo'lib kelmoqda. Biz bu turmadan xat va boshqa Maqsumning xalqimizga sunilmoqda bo'lgan asarlarini ming bir mushaqqat va xatar ichida, o'tning ichida saqlab va ziyon zahmatga uchirgan qismlarini xalq qalbida yod bo'lib saqlanib kelayotgan xatning aslan nusxasiga asosan qayta yezib, uni bizlar bilan paylaşgan Maqsumning izbosarlariga bo'libmi Maqsumning bolachaqa urug' tuqqan va jamoatlariga chin qalbimizdan minnatdorlik bildiramiz. Büyük ehtiram bilan Anvar Yusuf Turani, Sharqiy Turkiston Cumhuriyeti Sürgün Hükümeti Baş Ministeri. 2012-yili 6-ayning 1-kuni Washington, Amerika Qo'shma Shtatlari. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.